Chim bo'yotdi qattiq tomirlari. Bismillah, hammaga assalomu alaykum. Barchalar olamini kuzatuvchilari, mana Xudo xolasa bugungi kunimizni ham inshaalloh xayrli boshlab oldik. Hammalarga bugungi kun barakali, xayrli kelsin inshaalloh. Ko'pchilik so'rayapti, aka, qanaqa qilib ekish to'g'risida, qanaqa qilib qarash kerak, shular haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Xudo xolasa qanaqa qilib olganimiz. Bular hammasi Gollandiyadan olganlarimiz. Biz Polsha, Gollandiya, Italiya, butun Yevropa bo'yicha olib kelamiz. Xudo xolasa mana hozir Abdulloh ibn Mas'ud mashina olingchi. Mana hozir bitta archani inshaalloh bir operatsiya qilib va ko'rsatamiz. Bularda Xudo xolasa hammasini o'zimiz borib, gaplashib, ko'zimiz bilan ko'rib, mana bular hammasi sama garshok. Mana shu garshokda o'sgan hammasi. Mana tomirlari ham qaranglar. Bismillah. Ha, mana. Bismillah. Qaranglar. Azda, Xudo xolasa. Tagidagi turpoqlari o'zini, bular hech qanaqa to'r, mo't emas. Shu turpoqda o'sgan. Buni o'zini tortib ajratib bo'lmaydi-da, agar ajratib bo'lganda o'zini ko'rsatib qo'yadi. Mana Xudo xolasa. Torting sekin. Mana. Mana qaranglar. Mana. Tomirlar ko'ryapsizlarmi? Mana qanaqa holatda turibdi. Shu garshokda o'zida o'sgan bu archalar. Bu hech qanaqa shuni olinadi. Yerga suqiladi. Bo'ldi, ko'mir. Tamom, bunga hech qanaqa oshiqcha mehnat. Bular qo'l bilan qazib, tomirlarni kesib, qiynab, bunaqa archalar bas. Bular hammasi. Keyin bular ko'pchilik bularning juda sortlari ko'p. Yevropada eng zo'r sortlarini olib kelamiz. Faqat bitta aybimiz bor. Narximiz arzon. Shu aybimiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha xalqqa buni ko'pchilik dollar archa bu deydi. Buni to'g'ri, buni qayerlardadir misol 200 dollardan ham olib ketishadi boshqa. Xudo xolasa birinchi qo'l, inshaalloh qo'limizdan kelgancha Alloh ozga baraka bergan deb, ozga qanoat qilib, Xudo xolasa shunaqa qilib olib kelib sotyapmiz. Inshaalloh. Borib men ham o'zi haqiqiy shuni dehqonlari bilan ishlayman. Hech qanaqa borib ikkinchi, uchinchi qo'ldan olmayman. Qo'limdan kelgancha xalqqa arzon olib kirishdi, sifatli daraxt olib kirishdi. Harakat qilaman inshaalloh. Xudo xolasa podpiska bo'lib kanalni yo'qotmaslik uchun podpiska bo'lib olinglar. Yaqinlarimizga ham jo'natamiz. Qaranglar, tomirlar. Hammasi. Chim bo'yotdi qattiq tomirlari. Bo'ldi, bu menga suvni quyib tur. Bo'ldi, tamom. U yog'ini inshaalloh Alloh taolo o'zi